Bugun biz animatsiya yaratishni o'rganamiz. Ya'ni uning ilovasi, uni tortishni ham, qanday qilib yaratishni ham yuz o'rgataman. Birinchi o'rinli Play Marketga kiramiz yoki Google Store. Keyin Clip deymiz. Va mana yerda turadigan narsa turadi. Ashunga bosamiz. Mana bunda rasmni topamiz. Keyin mana bu narsalarni ko'rishingiz mumkin. Animatsiya yaratsa bo'ladi. Keyin buni tortamiz. Men hozircha buni yangilab olaman. Buni o'rnatadi. 815 MB. Agar qilish xohlaydiganlar bo'lsa, ya'ni animatsiya yaratishni bilish xohlaydiganlar bo'lsa, shu videoda bor ilova. Ko'p odamlar animatsiyani shunday yaratishi mumkin. Lekin bu 2D rasm, 3D emas. 3D animatsiya yaratadigan ilovani ham keng savat topishga harakat qilaman agar chiqsa, lekin men uni o'rnatolmayman. Bu narsalarga e'tibor bermayman. Ularni o'zim qilishga harakat qilib ko'rganman. Va bu Flipaklit, mana yerda Pirus. Lekin sizlar kirganlar buni qilsak ko'rsatilmaydi. Birinchi bunga nom beramiz. Animatsiya deb. Animation deymiz. Qolgan nomlarni bersanglar bo'ladi. Endi bunday qilamiz. Kiradi. Bunosiga e'tibor berib ko'ramiz. Menikida yaxshi menimcha, lekin bunisi boshqacha bo'lib qolgan menikida. Hop, qolasi mana bunaqasi odamcha chizamiz. Mana yoqqa odamcha chizib olamiz. Bilmayman nima qilayotganim o'zim ham endi o'rgatishga. Keyin buni bosamiz. Men o'sha rasm chizish telefonda bila olmayman, lekin maktabda eng zo'rmi menimcha. Hop, keyin anaqasi tipidan narsa tushayotganini qilib qo'yamiz. Hop. Yep. Hop. Shunday narsalar qilib yarata olamiz. Choq degan. Mana qasi yo'rganlar. Que vai te dançar de bagulho tem que ser assim. Reklamani ham o'tkazib xullas animatsiyani shu ilovadan yaratsa bo'ladi. 2D animatsiya. Audio ham qo'shsa bo'ladi. Men bilmayman, lekin men audio qo'sh uncha bilib olmayman. Lekin bu yoqni o'zinglar qilishingiz mumkin. Uncha o'zlariqalarni kirib olinglar. Masalan, lekin kirganinglar bunaqa demo narsalar ham bo'ladi. Mana, masalan, bu. Lekin o'zim qo'shilmaydi. Hozir boshiga olib mana bu birinchi demo, bu ikkinchi demo. Squirrel. Olmahan. Shunaqa narsa. Xullas, shunaqasiga animatsiya yaratsa bo'ladi. Bu videoda hattoki Robloxdan ham yo'lish mumkin, lekin tezroq o'zim telefonimni qaytarib yuborsam. Mana narsalarga e'tibor bermanglar, tahoratni. Bu tog'am ishlatadi ularni. Xullas, hammaga xayr, kanalimizga obuna bo'lamiz. Hammaga rahmat. 5 story bossam
Rostini 5 ta oldu. Like'lar ham bor. Hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lamiz, like bosamiz.